qo'rqib ketdim. Unchalik emas, ishoning, u qadar emas. Bilasizmi, asosiysi shu ishlarni o'zingiz xohlab qilishingiz kerak. Bunga kuchli interes bo'lishi kerak, odamda qiziqish bo'lishi kerak intilish, ya'ni shu maqsadingizga muvofiq bo'lishi kerak. Ya'ni maqsad qildingiz o'qishni, maqsad qildingiz ishlashni, maqsad qildingiz qanaqadir bilmadim, nimadir ilmiy ishlaringiz bormi, boshqa maqsadlar. Albattaki bularni orasida spiskizni, ya'ni ro'yxatingizni eng birinchi o'rnida oilangiz va bolalaringiz turadi. Ustozim aytganlaridek, каждая женщина дома в первую очередь она жена и мать. Onalik va ayollik vazifalar uyda albatta bu narsalar muhim. Birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ya'ni ishingizni ishda tashlab kelasiz, o'qishingizni tashlab kelishingiz kerak. Bolalar sizga muhtoj, sizni mehringizga, sizni iliqligingizga, sizni energiyangizga. Faqatgina bolalar emas, yoningizdagi yaqinlaringiz, jufti halolingiz